Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Amerika-Xitoy savdo kelishimi va Amerika-Iran krizisining orasida qolgan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi. Xitoy Ma'rif ministrligi maktablarning chegara sirtidagi materiallarni qo'llanishini chekladi. Qosim Sulaymonning jinoza marosimidagi qisqanchilikda 32 kishi o'lib, 190 kishi yaralandi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bo'lsin. Erkin Asiya radiosi xabarida Amerika prezidenti Donald Trump Amerika-Xitoy orasidagi birinchi bosqichliq savdo kelishimining 15 yanvar kuni Oqsaroyda imzolanganligini jakarlagan. Xitoy bilan bo'lgan savdo ixtilofini o'ngishli hal qilib, savdo kelishimini imzolash prezident Trumpning bu yil oxirida elib berilgan prezidentlik saylovida bilet tashuvchi xalq ommasini qoyil qilish uchun belgilik rol o'ynaydigan bo'lg'achqa, uning bu kelishimga ahamiyat berayotganligi ma'lum. Birinchi bosqichliq savdo kelishimi imzolangan taqdirda buning Amerika hukumatining kishilik huquq, diniy erkinlik qatorliq masalalarda Xitoyga qaratgan tanqidiy pozitsiyaga qanday ta'sir ko'rsatadiganligi, bo'libmi Uyg'urlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining ma'qullanishiga qanday ta'sir paydo qiladiganligi diqqat qo'zg'ayotgan masalaga aylangan. Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio 5 yanvar kuni Amerikaning KBC kanalining bir programmasida qatnashganda savdo kelishimining Amerika hukumatini Xitoyning kishilik huquq masalasida tanqidlashdan to'xtab qo'ymaslik kerakligini, Xitoyga ko'proq mal setish badiliga Xitoyda yuz berayotgan ajoyib g'aroyib kishilik huquq dafsanchiliklarni ko'rmasga selishdan iborat bu ko'z qarashni aslo qabul qilmaydiganligini, Xitoy bilan imzolangan savdo kelishimida kishilik huquq masalasining tilga ilinmasligi bu masalaning davomli qoldi chetga qildiganligidan derak bermaydiganligini eskartib, Uyg'ur kishilik huquq qonunining Amerika davlat majlisida tezlik bilan ma'qullanishini umid qildiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha 15 yanvardagi kelishim imzolash murosimiga Xitoyning muavin bosh ministri Liu He boshchiligidagi hay'atning keldiganligi taxmin qilinmoqda. Prezident Trump bo'lsa ikkinchi bosqichliq uchrashishlar uchun o'zining Beijingga bordiganligini tilga olgan. Birinchi bosqichliq mazkur kelishim dal Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi Amerika Avom palatasida ma'qullanib, Cumhuriyetchilar ko'p sonliqni egallaydigan Kengash palatasining ma'qullashi sunilgan mazgilda hosil qilingan. Gerçi bu qonun loyihasi Amerika Avom palatasida mutlaq ko'p sondagi ovoz bilan ma'qullikdan o'tgan bo'lsa-mu, biroq Kengash palatasining xizmat tartibi sababli 12 oy ichida ovoz qo'yilmay 2020-yilga qolgan. Nuri Turkiya apandining qarashicha, Uyg'urlar bugungi kunda yuzilayotgan bu vaziyat xohlagan joyda ta'kidlanib o'tib ketadigan oddiy kishilik huquq masalasi bo'lishdan halqib ketgan bo'lg'achqa, Amerika o'zining qimmat qarashida qanchalik darajada ching tura oladiganligini ko'rsatib beradigan bu masalada yeniklik bilan qaror chiqarmasligi mumkin. Biroq navbatda Amerika-Xitoy suhbatlaridan boshqa, O'rta Sharqda o'tirg'i chiqqan yangi vaziyatning Uyg'urlarning vaziyatiga ta'sir ko'rsatish ehtimolligi mavjud. Darvaqa Amerikaning bir ushqisiz urush aeroplani 3-dekabr juma kuni sahar soatlarida Bag'dod xalqaro aerodromining atrofida Iron Islom inqilobiy muhofizachilar qismiga qarashli Quddus brigadasining qo'mondoni Qosim Sulaymonini havo hujumida o'ldirgandan keyin Amerika-Iron vaziyati qattiq jiddiylashgan. Butun axborotlar yana O'rta Sharq vaziyatiga markazlashmoqda. Dunyoning diqqatining Ironga burilishi ba'zi Uyg'ur kuzatuvchilarda Amerikaning lagerlar masalasida Xitoy hukumatiga qaratgan besimining pasayib qolishiga sabab bo'lib qolarmi degan andishani paydo qilmoqda. Yaqin yillardan buyon Xitoy hukumati izchil aktivlik bilan majburiyat ma'rif o'qish materiallarini tekshirish olib borgan. 7 yanvar kuni Xitoy Ma'rif ministrligi uqtirish tushirib, majburiyat ma'rif maktablarda chegara sirtidagi darslik materiallarni ishlatishdan cheklagan. Agar odatdagi universitet, kasbiy maktablar chegara sirtidagi o'qitish materiallarini ishlatishga to'g'ri kelsa, cho'qim davlatning munosabatlik siyosat belgilamasi bilan ijro qilinishini talab qilgan. Uqtirishda yana o'tir boshlang'ich darslik boshqarish tizimiga asosan maktablarda tanlab ishiltish natijasiga qattiq amal qilib, yerlik va maktablar o'z oldiga tuzib olgan o'qitish materiallari orqali davlat bir tutash tuzib bergan o'qishlikni almashtirishga, foydalanishga bo'lmaydiganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqt yana kasbiy maktablarning darslik boshqarish chorasi, odatdagi oliy maktablarning darsliklarini boshqarish chorasi qatorliq tuzumlarni e'lon qilgan. Bu ish boshqarish chorasining o'rtaq alohidaligi shuki, har darajalik maktablar tanlab ishlatgan darslik materiallar cho'qim partiya va davlatning irodasini, marksizmning yetakchilik o'rnida ching turib, marksizmni junguchilashtirish talabini gavdlantirib, jungu va junxo millatlarining uslubini, partiya va davlatning ma'rifga bo'lgan asosiy talablarini, shundaqla davlat va millatlarning asosiy qimmat qarashlarini tubdan gavdlantirgan bo'lish kerak ekan. O'tgan yil oktyabr oyida Xitoy Ma'rif ministrligi har qaysi o'rta boshlang'ich maktablarning kutubxonalarini tekshirib, aniqlash uqtirish tushirib, davlatning birlik, egilik huquqi va zamin butunligiga ziyon yetkazadigan atalmish milliy uyushmanlik uqtiratqullik qilish, xoropiy kitoblarga zarba berish faoliyatini qanot yaydirgan. Hamda Gansu o'lkasining Jingyan nahiya kitobxonasiga ochiq oshkor buyruq tushirib, kitoblarni ko'ydirib o'tgan.
İran İnqilab muhofizatchilar qismiga qarashli Quddus armiyasi qo'mondoni Qasim Sulaymonning Qirman shahrida o'tkazilgan janoza marosimida qistonchilik yuz berib, 32 kishi jonidan ayrilib, 190 kishi yarador bo'lgan. İran Jiddiy yordam idorasi boshlig'i Pir Husayn Qulvand davlat televiziyasiga bergan bayonotida dastlabki aniqlangan sonliq ma'lumotlarga asoslanganda ilgari 35 deb e'lon qilingan o'lganlar sonining 32 deb tuzilganligini, yaradorlar sonining 45 dan 190 kishiga chiqqanligini bildirgan. Qasim Sulaymonning janozasi poytaxt Tehronda tuni kuni o'tkazilgan bo'lib, marosimdan keyin yurti Qirmonga yo'llangan edi. Qirmonda janoza marosimi o'tkazilgan joyga shahar markaziy va atrofdagi joylardan nurg'un kishi qatnashgan bo'lib, Iron Inqilob muhofizatchilar qismining bosh qo'mondoni Husayn Salami marosimdagi nutqida intiqom olishini ta'kidlagan. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Iron Inqilob muhofizatchilar qismiga qarashli Quddus armiyasi qo'mondoni Qasim Sulaymonning 3-yanvarda Iroqning poytaxti Bag'dodda olib berilgan Amerika havo hujumida o'ldirilganligini e'lon qilgan edi. Xabarlarimizga ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.